Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biza Tracker mashinasiga Pandora avtosignalizatsiyalarini o'rnatib berganmiz. Hozir qanaqa funksiyalarni ishlatib berganimizni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ketdik. O'rtoqlar, предложениyamiz shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, mashinani yopamiz. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz yopildi. Agar mashinani zavod qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu tugmani bosib ko'rishingiz mumkin. Komanda yuborildi. Hozir mashinamiz zavod bo'ladi. Mashinamiz zavod bo'ldi. Ko'rib turganingizdek shunaqa znak chiqadi. Mashinamiz zavod bo'lganligi to'g'risida. Endi motor temperaturalarini ham mashinamiz zavod bo'lgandan keyin ko'rsatib turadi va qancha daqiqaga qo'yilgan bo'lsa, 15 minut mashinamizni zavod bo'lib turadi. Klimat kontrollarimizni ham bemalol boshqarsak bo'ladi. Rullarimizni qizdirish funksiyalarini ham ko'rib turganingizdek, podogrev ruli komanda отправлена. Mashinamizning podogrev rullari ham hozir ishga tushdi. Klimat kontrollarimizni ham qanaqa ishga tushirishni ko'rsatib o'taman. Ko'rib turibsizlar, Tracker o'zini rasmi chiqadi. Trackerimizni rangi ham mashinani rangi bilan bir xil, ekrandagi bilan. Xo'p, klimat kontrolni boshqarish uchun pastga tushib, klimat tugmasini bosamiz. Va mana klimatimizga chiqdi. Kerakli temperaturani tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, klimat kontrolimiz ham ishga tushdi. Bundan tashqari, sideniya obogrevlarini ham yoqish imkoniyati bor. Sideniya obogrevlarimiz ham ishga tushdi. Mana hozir bosib turaman. 4 tala sideniyamiz isitish rejimiga o'tdi. Bunda 3 ta положение bo'ladi. O'chirish uchun 1, 2 va 3-rejimimizda klimat kontrollarimiz o'chadi. Xo'p, mana hozir ekranimizda Tracker mashinasini ko'rib turibsizlar. Onyx mashinasi bo'ladimi yoki boshqa turdagi mashinalarni ham bemalol almashtirsanglar bo'ladi. Hozir shu funksiyalarni ham sizga ko'rsatib o'tib ketaman. Mashinani tanlashga kiramiz. Mana har xil modellar chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Chevroletga kiramiz. Onyx Tracker, misol uchun mana Onyx mashinasi ko'rishingiz mumkin. Har xil rangdagi Onyx mashinalari qo'shilgan. Bundan tashqari Tracker mashinalarimizdan ham oq, qizil, ko'k va qora rangdagi mashinalarni ham bemalol o'zingizlarning foniliga qo'yish imkoniyati bor. Bundan tashqari salon temperatura, motoridagi akkumulyator holatini ham ko'rsatadi. Ya'ni benzin qancha qolganini ko'rsatadi. Bundan tashqari GPS lari ham bo'ladi. Mashina qatib turganida ham bemalol ko'rish imkoniyatini beradi. Salon temperaturalari, tashqari temperaturalar, motor temperaturalarini hammasini o'zingizlarning telefoningiz orqali nazorat qilish imkoniyatini beradi. Ko'rdinglar o'rtoqlar, hamma funksiyalarini, telefondan boshqarish funksiyalarini hammasini ko'rsatib o'tib ketdik. Kimga shunaqa xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol Unidrivers kompaniyasiga murojaat qilinglar. Pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, malakali mutaxassislarimiz hamma savollaringizga javob berishadi. Unidrivers, biz bilan siz bir qadam oldindasiz.